Bu videoda hali hech kim qilmagan eksperimentni qilib ko'rdim. Sinfdoshlar bilan birga bir kun Dubayda, bir kun Chorvoqda dam oldik. Qani qaysi biri zo'r va qaysi biri arzonroq? To'g'risi nima deyishni ham bilmadim. Videoni oxirigacha ko'rib, o'zingiz xulosa qilib olasiz. Birinchi bo'lib Dubayga sayohat qildik. Aviachipta borish-kelish $80 dan tushdi. Va Dubai Marinadan 45-etajda shunaqa chiroyli manzarali apartament kishi boshiga $20 dan tushdi. Dubayda bir kun ichida sinfdoshlar bilan birga Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Marina, kelajak muzeyini aylanib, u ko'rib turgan plyajlarda maza qilib cho'mildik. Dubayda bir kun dam olish bir kishiga taxminan $153 dan tushdi. Ana endi Chorvoqni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yaxshi dacha qidirib oxiri topdik. Faqat ehtiyot bo'lasizlar. Hozir mashinliklar ko'payib ketgan. Dachani egasi bo'laman deb zakat pulini olib kedirib olishi mumkin. Bekor sarson bo'lib qolib ketasizlar. Hozir eng ishonchlisi bu Instagramdagi dacha bor profili. O'zingizlar kirib, xohlagan byudjetdagi dachani tanlab olasiz. Xullas biz tanlagan dachaning narxi 4 million so'm. Yomon emas. Dachada PlayStation, karaoke, stol tennis, 10 ta kompyuter, bilyard va ichki basseynlari bor. Maroqli dam olish uchun hamma narsa yetarli. 3 million so'mga bozorlik qildik. Ikkita mashinaga borish-kelishga 500 ming so'mdan benzin qo'ydik. Xullas dachada dam olish 750 ming so'mdan tushdi. Endi o'zingizlar aytinglar, qaysi dam olish sizga yoqadi? Dubayga borgan bo'larmidingiz yoki Chorvoqda dam olgan bo'larmidingiz? To'g'risini aytsam, sinfdoshlar bilan Dubayga chiqishni maslahat bermayman. Bittasini oyog'i og'rib qoladi, ikkinchisini ichi og'rib qoladi. Aylanib dam olganday bo'lmaysiz. Undan tinchgina Chorvoqqa chiqib dam olgan yaxshi. Bu videoni baribir hech qayerga chiqmaydigan sinfdoshlaringizga sekin tashlab qo'ying.